İşte mana. Ha, kelishdi. Xo'p, aka Ozodbek aka bitta narx aytaman 3200 ming so'mdan ketaveradi. Joningiz. Assalomu alaykum Ozodbek aka, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, bitta like bosib qo'yasiz, bu har doimgi gap. Chunki like ga arziydigan video bo'ladi. Oxirigacha ko'rsin. Bittadan choyda damlab olsin. Xudo xolasa, qo'ylar bugun ham assortiment. Hammani xursand qilishda davom etamiz. Qo'ylarni ko'ring. Ona bola, qo'chqor, bo'g'oz, to'xli, zotki hamma narsasidan bor. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, sizlar uchun ishlashda davom etaveramiz aka. Joningiz omon bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube Chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari, Ozodbek YouTube kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgi optimchilar, arzonchilik qilgan qishloq, Saroy qishlog'ida akalar xudo xolasa mana shunaqa qo'chqor, sovliqlarni, hammasini, xullas assortiment olib kelib xalqimizga arzon tarqatayotgan. Bugungi kunda ham akalar xudo xolasa mana shunaqa sovliqlarda legendasini juda arzon narxda beryaptilar. Qahramon ukamiz oldilariga tashrif buyurdi. Uka, Assalomu alaykum. Ozodbek aka, charchamang. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, videoni oxirigacha ko'ring. Boshidan bittadan like bosing. Qo'ylarni zo'ridan kelgan. Mashalloh. Xo'p, laykingizga, ketkazing vaqtingizga inshaalloh achinmaysiz. Achinmaydigan narx. Inshaalloh achinmaydilar. Gap yo'q. Bugunga necha partiya qo'yamiz? Xo'p, 5-6 parta qo'yib qo'yamiz. Xo'p, qisqa lo'ndan. Chunki shom bo'lyapti. Tezroq muxlislarga avvalo videoni tezlataylik, chiqazamiz. Joningiz omon bo'lsin. Demak, akalar, xudo xolasa video syomkalarimizni oxirigacha kuzatib boringlar, tavsiya qilib qolamiz akalar. Xudo xolasa biz birinchi partiyamizga bo'g'oz sovliqlardan boshlayapmizmi? Bo'g'oz 6 dona va tugaydi shu bilan. Bo'g'oz bu safar o'tgan safar ko'p qo'ydik. Haliga 12 ta 4 milliondan past 3 million 800 dan qo'ydik. Ishoning savdogarlar ham olishdi ulardan. Kattaroq 5 milliondan ham qo'ydik aka. Bo'g'ozlarimiz ko'p edi. Bu safar rasa klientlarga alik qildik. Ko'pchilik aytdi, lekin to'g'risi bo'g'oz qo'ydi. Har doim ko'pchilik uchun ololmayapmiz. 6 dona zo'ridan xudo xolasa. Mashalloh. Oma akalar juda chiroylilardan, bo'g'oz sovliqlardan ham juda go'zallaridan aka. Video syomkalarimiz oxirigacha kuzatinglar, ma'lumotlarni olishni boshlaymiz. Bularda yoshlari qanaqa, nechinchi qoringa bo'g'oz? Xo'p, dangalni aytaman Ozodbek aka. Tub 5 tasi 4 ish. 5 tasi. 5 tasi 4 ish. Ana shu ona ola turibdi-yu. Narigisi. Ha, narigisi. O'sha ko'kolasi 8 tish bo'lgan aka. Mana siz 8 tish bo'lgan. Ha, hammasi bo'g'oz. Eng gumonsiraganim ana shu qo'ydi, yoningizda turgan qora qo'ydi. Uzi qildirdim, u ham bo'g'oz chiqdi. Ha, uzi qililgan. Bu aniq bo'g'ozi ekan. Aniq, hammasi xudo xolasa aniq. Joningiz omon bo'lsin. Bularni uka qayerga yetkazib beramiz? Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib beramiz. Qolgan viloyatlarga telefon qilishadi. Bo'ylarini ham aytib keting. Bo'ylar 80 plus minusga beraman. 80 plus minusga bo'lmasa akalar bo'y boslar berilaveradi. Badam oshlari yaxshi. Xudo xolasa sog'lik salomatliklar joyida. Bir hafta emas 10 kun sinab olishadi har doimgidek. Xudo xolasa hech kim mendan yoki kasal bo'lib bunaqa qilib norozi bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi aka. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa akalar sifat darajasi a'lo darajada bo'lgan. Oldi orqalari kelgan qo'chqorlarda, sovliqlarda, bo'g'oz sovliqlarda zo'rini olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa holatini ko'rib turibsizlar akalar. Bitta telefon bilan ishni hal qilasiz. Buni uka endi qayergacha yetkazib beramiz dedik? Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha, demak akalar besplatni holatda yetkazib olib borib beriladi. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa yetkazib berishidan muammo yo'q. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatni holatda yetkazib olib borib beriladi. 10 kun garantiya sinovlari bor akalar. Xudo xolasa sovliqni zo'rini olaman degan aka-ukalarimizga mana sizlarga naqd bo'g'oz variantlaridan tavsiya qilib qolamiz. Uka, narxini necha pul qo'yamiz bularni? Xo'p, bitta mana, bitta zo'rini ushladik, mana 4 tish. Hech qanaqa yolg'on yo'q. Xudo xolasa 4 tish, bittasi 8 tish chiqadi. Qolgani iliq bo'ladi. Bunaqa bugun 5 million qo'ymayman aka. Xo'p, mana buni 300 ming o'taman, 4 million 700 mingdan. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 700 ming so'mdan kami bo'ladi. Kami bo'ladi. Qani? 100 dan o'taman aka. 100 dan o'taman. Telefon qilgan odamga ketdi. Mana 4,5 milliondan. Joningiz omon bo'lsin. Menga 100 dan, obunachilarimga 100 dan. 100 dan. Gap yo'q. Bunaqa mana, mana uzi qildirilgan dedim. Tishini ko'ring. Mana. Mashalloh. 2 tish ekan shunisi. 4 ga endi yaqinlashyapti. Mana ular kattalashyapti. Kattalashyapti. Mana hali yosh. Bu ana shu qo'y uzi qildirildi. Eng gumoni shu edi. Masalan, bezi kamroqda buni. Chunki yosh birinchi tug'ishda buni. Gap yo'q. Xo'p, qolganlari menda bunday yelini bor, xudo xolasa. Joningiz omon. Tug'ish Allohdan. Mana shu narsa. Bo'g'ozlik garantiya beraman. Bir haftaning ichida uylariga boradi. Bo'ktirib qo'yishmaydi, oyog'ini sindirib qo'yishmaydi, o'ltirib qo'yishmaydi. Borganda veterinarga yo biladigan odamga ko'rsatib, bo'g'ozligini bilishgandan keyin, uka bo'g'oz chiqdi bittadan, rahmat senga deb qo'yishadi. Bo'ldi. Lekin tug'ishga garantiya bermayman. Joningiz omon. Chunki ichidagi narsaga garantiya yo'q. O'zi tirigiga ham garantiya yo'q. Chunki bu Allohdan. To'g'ri.
Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz sizlar aloqaga chiqib qolasizlar akalar, ishni bitiramiz. Xudo xolasa mana shunaqa sovg'alarni zo'rini sizlarga tavsiya qilib qolamiz. Ko'p yillab akalar bolasini olib foyda qiling, baraka toping akalar. Demak, keyingi partiyalamizga biz sekin navbatda bersak ham bo'laveradi akalar. Qadrli obunachilarimiz, Xudo xolasa akalar, mana sizlarga tavsiya qilinadigan endi ona bola variantlarimiz chiqib keldi akalar. Xudo xolasa barakasi o'zini yonida birga sizlar bilan ketadigan variant. Mana uni bolasini qaranglar. Enasi mana shu ekan, Enasi mana shu. bir xil ekan, Bir xil. enasi bilan ko'payama tushdi. Dollar. Gap yo'q. Dollar svet. Ha, dollar svet, puli dollar emas. Puli dollar emas, ha? Ha, gap yo'q. Xudo xolasa so'mda gaplashamiz. So'mda gaplashamiz aka. Bular nechinchi bolasi? Xo'p. Buni ikkalasining 3-chisidan, Hop. buniki 2-chisi bolasi. Ikkinchi 4 tish, ha, bunalar 6 tishdan 8 tishga o'tish boshladi o'zi. Ha, ikkalasi ko'k bilan mana kashtang. 8 tishdan deb hisoblasin. Hop, o'tyapti-yu 8 O'tyapti. tishdan. Ha. Narigisi 4 4 tish. tish bo'lgan qo'y. Voy gap yo'q. Ikkitasiniki qo'chqor, mana ko'k sog'liq. Mana sog'liqmi? Sog'liq ko'paysin yana. Bejizga aytmabmiz. O'zi bilan ko'payadi o'sha ekan, ha? Haqiqatan. Bularni uka qayergacha yetkazib beramiz? Oddiy bo'ylab Toshkentgacha inshaalloh yetkazib berishga harakat qilaman. Mashinasi etaji bor mashinaga yuradigan bo'lsin. Mabodo 1-2 kun sabr qilsa, albatta Toshkentga yetkazib beraman. Joningiz. Chunki bolasini etajda olib ketmasa, ha, tepkilanib qoladi. tepkilanib qoladi. O'ylash kerak o'sha narsa. O'ylash kerak. Bolasini ham o'ylash kerak, haqiqatan. Bularda endi yosh oyliklarni aytdik. Yem-oshmoqlarga garantiyasini berasiz. Xotirjam telefon qilgan odamni ishini bitirib beraman. Ishini bitiriladi, xudo xolasa. Qo'ylarda akalar, mabodo to'lay ortilmasa, ukamizga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa chiroyli holatda qilib, sizlarga akalar video syomka kerak bo'lsa, lokatsiya kelib ko'raman degan aka-ukalarimizga lokatsiyalar tashlab berilaveradi, xudo xolasa. Narxini necha pul qo'yamiz bularga? Ozodbek aka, xudo xolasa puli yengil bo'lib kelayotgan shu paytgacha. Bundan keyin ham yengil qo'yaman. Inshaalloh. Xo'p, bitta ikkita kelib qoldi yoki qimmatsa olish maqsad, sotish maqsad yo'q. Chunki kam xura hamisha xura. Ana shunday. Xo'p, bitta narsani boshida aytib qo'yaman. Videom cho'zilsa ham endi xafa bo'lishmaydi, chunki rosa ko'pchilik mendan xafa bo'lyapti. Chunki qo'y yetmayapti. Rostdan ham ko'pchilik so'kayapti-da. Prank qilyapsizlar, sotmayapsizlar. Telefon qilsam sotadi deyapsizlar-da. Boshqa qo'y ko'rsatasizlar, u qo'y puli qimmat bo'ladi. Endi ko'rgan qo'ylar yoqadi, to'g'ri, mashina ko'rgan qo'ylar yoqaveradi-yu, sotilib ketib qolyapti Ozodbek aka. To'g'ri. Chunki va'da ustiga pul beraman, sotasanmi menga deyapti. Bunaqasi ketmaydi. Labizmi sotdim. Kam xura hamisha xura. Rosa ko'pchilik rahmat aytyapti. Bu safardan keyin iltimos qilaman, mabodo yozgan yeri uchun mashg'ulada men oldim deb kommentariyga yozib ketsin. To'g'risi, olgan odamlar yozib ketsin, qaydan. To'g'risi, juda ko'pchilik aytyapti, norozi bo'lyapti. Xudodan qo'rqamiz aka. Aldab birovni qilib pul topishmas. Sotaman, xudo xolasa, imkon bo'lsa kelishsin. Mana buni bitta narx aytaman, so'ramaysiz. 6 million so'mdan ketaveradi. Joningiz omon bo'lsin. Gap yo'q. 6 million so'mdan qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa, xonadoningizgacha yetkazib olib. Onalari ham 75 dan kam emas aka. Bo'ylari ham yaxshi. Yaxshi, chunki yetarli qo'ylar. Xudo xolasa yana bolani 3-4 marta olishadi. Mana 8 tish deganimda ham aka, tish tekislanadi hali, to'kiladi. Maydalangandan keyin to'kiladi. Yana 2-3 ta bo'laveradi aka. Joningiz omon. Xudo xolasa chiroyli. Chunki bitta bolasini boqsin aka. Bundayda 6 oylik qo'yda ham 5 million, 4 million, eng kamini 4,5, 3 million sotyapmiz aka. Gap yo'q. Bu qo'ylarni ham xudo xolasa 5-6 oy boqsin. Yoniga 2 oydan keyin ajratib turib qo'chqor qo'shib qo'yishadi, yana tug'ib beradi. Bolalarini o'shani pulga sotib olishadi aka. Bunday tanlab olishiga bitta sarig'ini 6 million 200 ming berishadi. Qolganlari 6 milliondan emas, 5 million 900 mingdan. Joningiz omon bo'lsin. Gap yo'q. Tanlab olishi ham o'shanaqa ketaveradi. 5 million 900 ming so'mdan. Akalar, 200 ming plus, 200 ming minus bo'lyaptimi? Ana shunday. Ikkitasiga 100 mingdan 200 ming minus, monosiga 200 ming plus bor sarig'iga. Joningiz omon bo'lsin. Maqsad sotish. Ana shunday. Telefon qilgan odamni ishini bitirasiz. Albatta. Ikkita qorasi qo'chqor, nariga ko'ktik sog'liq. Ko'ktik sog'liq. Demak, tushunarli. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa, video syomkamizda keyingi partiyamizga biz asta-sekinlik bilan navbatni bersak ham bo'laveradi. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa, akalar keyingi partiyamizga ham ona bola variantlaridan, xudo xolasa, bolani mana shunaqa shokolad beradiganlardan ekanman. Mashalloh. Buni bolasini qaranglar. Ishqivozi sirasi aloqaga chiqing. Buni bolasi ekan-a? Buni bolasi. Mashalloh. Haqiqatan mana mashalloh. Mana akalar yuzlarini qaranglar. Aka, mana onasi, baquvvatligini qarang. Onasi, oq tumshuq, oq quloq, oq ko'z. Gap. Tishini sirazi ko'ramiz. Mana akalar. 6 tish. Gap. Xudo xolasa mana bolasiga ham ishqivoz o'g'lim bor. Bolasini o'zini ham olib qo'yadigan odam bor. Xo'p, aka, buni yarashan deb oldim. Men ham yarashan deb sotaveraman. Bola alaymi, qo'chqor qo'shilganda ham otasi ham haqiqiy zo'r qo'y bo'lgan ekan. Chunki ishonchli. Bu qo'ylar aka, nariy qo'ylarimiz O'zbekistondagi. O'zbekiston o'zi aralashgan Hisori, tojik qo'ylaridan. Bu qo'y uchalasi ham Qirg'izistondan kelgan. Qirg'izistonniki bular, ha? Tangali aytib sotaveraman, Qirg'izistonning qo'ylari. Ana shunday. Xudo xolasa, Bo'g'ozligida kelgan, sheyda ko'payishgan. Mashalloh. Bo'g'ozligida kelib, sheyda ko'payishgan o'zi, ha? Sheyda ko'payishgan aka. Gap yo'q. Bularda nechinchi bolasiga beramiz? Xo'p, aka, hammasi 6 tishdan. Hammasi 6 tishdan. Yo'q, bitta bunisi 4 tish. Mana.
Mana hali baxmal, qora baxmalda onasi mana shu. Ha. Shunisi 4 tish mana. Nariga 6 tish, nariga 6 tish. Ha. Bu ham, bunisi ham 6 tishdan, mana o'sa akalar, xudo xolasa 4 tish ekan, ha. Ha, yosh hali qo'ylar aka. Mana akalar. Mashiniki 4 tish ekan, Ha, inasi. enasi 4 tish shuni. Mana. Ularni qayergacha yetkazib berdik endi? Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Toshkentgacha kelish polisi yetkazib borib berilaveradi, ha. Joningiz omon bo'lsin. Narxini necha qo'yamiz? Narx qulay aka. Qulay bo'ladimi? Ancha qulay. Necha pul? Xo'p. Mana dollarda sotmayman. Hop. Dangali. To'g'ri qimmat keldi. Hop. Lekin asli pulga arziydi. Arziydigan vaj. Arziydigan vaj. Xo'p. Bismillah. Bitta narx aytayin Ozodbek aka. Mana buni 7,5 million so'mdan olishadi, ketaveradi. Joningiz omon. 8, 8,5, 9, 10 qo'yish shart emas. Xayri bor. Ha, tanlab olishga kelishamiz. Aha. Chunki mono qo'ylar ancha baland. Ha, Holati ham zo'r. holati zo'r. Gap. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, telefon qilasiz, ishni bitirasiz. Qo'ylarning holatini ko'rib turibsiz akalar, bitta telefon bilan akalar xonadoningizgacha yetkazib boradi. Uka, buni endi xayri sunnati bo'ladi. Xo'p, telefon qilgan odamga Hop. kami bor, xayr emas. Chiroyli kamini qilib beraman. Aha. Xo'p, Ozodbek aka tanlab olishga lekin men uni o'zini 7,5 millionga bermayman. Mana o'zini, mana bolasi bilan birga. Ha, bolasi bilan birga. Yana bolasi. Xo'p, Ozodbek aka narxini alohida aytaman. Keyin qo'lda bering. Keling. Mana sizga berishadi 7 million 800 ming so'm. Hop. Chiroyli qilib, ha. Nariga seni bitta narx 7,5 million so'm emas. Xo'p, 14,5 million so'm berishga ketaveradi. Joningiz omon bo'lsin. 14,5 ga berishaveradi. Xudo. Gap yo'q. Qadrli obunachilarimiz, holatlarini ko'rib turibsizlar akalar, yemoqchima sog'liklariga garantiya sinovlari bor. Oma akalar haqiqatdan mana shu bolani yaxshi beradigan varianti ekan, qiziqib qo'yadigan joyi kelib qoldi akalar. Telefon qilasiz, ishni bitirasiz. Demak, akalar, biz sekin yanada to'liq ma'lumotlarni asli o'zlaridan olasizlar akalar. Xudo xolasa biz sekin keyingi partiyalarimizga navbatda bersak ham bo'laveradi. Ishqibozga telefon qilaverasizlar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, keyingi partiya qo'ylarimizga ham navbatni berib oldik. Bular haqidagi ma'lumotlarni ham ukamiz o'zlaridan eshitib boraveramiz. Soniga 6 dona. 6 dona. 3 ga 3 aka. Gap yo'q. 3 ta qo'chqor, 3 ta sovliq. 3 ta qo'shqor, 3 ta sovliq. Joningiz omon bo'lsin. Badamoshlari holati yaxshi ekan. Zo'r aka. Xudo xolasa, xo'p, yaxshi qo'ydi bolalari o'zi to'laydi qani, ko'ring. Ha, o'zi. Ash 3 ta sarig'i, sovliq. Mana oq, 2 ta qora, qo'chqor. Gap yo'q. Xudo xolasa qo'chqorlarning holatini ko'rib turibsiz akalar. Mana Sovliqlarning holati akalar. Xudo xolasa oldim degan aka-ukalarimiz chiroyli holatda akalar yetkazib ham berishaveradi. Yosh o'liklar qanaqa bo'ladi? 5-6 oylik. 5-6 oylik. Ha, endi yoshiga to'lyapti aka. Ha, gap yo'q. Hali 6 oyda yosh to'ladi deydi-yu. Ha, Qurbonlikka, ehsonga xudo xolasa tayyor bo'ladi. tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin. Bularni uka yetkazib berish 6 tani. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul. Bepul. Xonadonlarigacha, demak, bepul holatda yetkazib olib borib beriladi akalar. Aloqaga chiqing, ishni bitiring. Buni uka endi yemoqchilarga garantiyasi bor. Bir hafta sinab olishadi. Yeb ichish salomatligi xotirjam zo'r, chunki ishonaman. Ishonmagan qo'yimni chiqazmayman. Joningiz omon bo'lsin. Endi bunday ham gaplashaveramizmi? Bitta sovliq, bitta qo'chqor ham sotilaveradi. Sotilaveradi aka. Maqsadim sotish. Gap yo'q. Hop. Kam-kam xo'ra, hamisha xo'ra. Ana shunday. Hop. Bo'ylari aka, buni ikkita qoraniki o'lchandim, qo'chqorniki 75 chiqdi. Qolganlari 70 plyusga olishaveradi. 70 plyusga ikkita qo'chqorniki 75 ekan. Ha, uni nari sariq qashqa ham 75 chiqadi. Mana sariq qashqa. Mana. O'shasi 75 chiqadi, 3tasi 70 chiqadi. Mana 3tasi 70 chiqadi. 75 plyus minus bo'ladimi shunda? Keling. Xo'p, alohida aytmayman. Bitta narx aytaman, 4 million so'mdan kami bu. Kami-chi? Chiroyli qilib ayting. 200 mingdan kam bersin aka. Joningiz omon bo'lsin. 3 million 800 ming so'm. 800 ming so'mdan akalar. Narxini eshitib aka cho'chishmasin. Bu qo'y toza qo'y. O'zi cho'chiydigan narx aytmadingiz, juda xursand Toza bo'lgan mana. narx aytyapsiz. Yana ham xursand qilib bitta duo qilib beradigan narx bering mana shu. Qo'lingizni cho'zmang, bor baraka endi. Yo'q, zo'r. Yo, men o'zi Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin o'ziga. adashyapman ham ekan asli-yu, lekin mayli tavakkal. Ha. Nech puldan? 50 ta o'tay. 50 ta o'taydi. Ha, endi aka. Shuni 700 dan aka. Joningiz omon bo'lsin. Gap 3 million 700 dan. Xonadonlargacha olib borib berasiz. Ola. Bitta qo'chqor, bitta sovliq qilib olsamchi. Tanlab olishsa, shunaqa men o'zim ajratib beradigan bo'lsam, kelib olib beraveraman o'sha narxda, shuni 700 dan. 3 million 700 dan bitta qo'chqor, bitta sovliq qilib jo'natib bering desa beraverasiz. Beraveraman o'zim, Hop, chiqazib, lekin tanlab olib, kattasini tanlab olsa, unaqa narxdan bera olmayman. pilusi bo'lib qoladi. Pilusi bo'ladi. Har doimgidek pilusi bo'lgan narsa minusi ham bo'ladi aka. Ana shunday. Pilus minusi bor, telefon qilsa, mono ikkitasi yo'qdi desin, asli bir kishi olaversin. Gap. Xo'p, bitta Bir kishi narsa, olib qo'yadigan variant. to'xli narsa, mono qo'ylar qo'chqor bilan yurgan emas, Ha. sariqlari. Faqat meni qo'ramda shunda yuribdi. Bugun bir kundan biri. Bir kundan biri. Ha, lekin u qochib qolgan emas. Bular qo'chqorlarcha qo'chqorlik qilishga yoshlik qiladi. Gap yo'q. Xudo xolasa. Qadrli obunachilarimiz,
aloqaga chiqsangiz bo'ldi, ishingizni bitiriladi. Holatini ko'rib turibsizlar akalar. Aloqaga chiqasiz, mana holatdagi qo'ylarni xonadoningizgacha yetkazib olib borib berilaveradi, aka. Olib borib beriladi aka. Gap. Bo'y-bo'yini o'lchab, ishim shu aka. Ha, Hop, meni xudo xolasa bo'y vaslarigacha o'lchab, quloqlar razmeridan o'lchab beraman. gap. Kasbimga xudo xolasa Sodiq. sodiqmiz ham, u sodiqlik emas, haligi mehr bilan yondashganmiz aka. Joningiz omon. Oson emas emas. Gap. Inshaalloh hammaga sotish maqsad. Maqsad sotish. Maqsad sotish. Xudo Gap. xolasa yolg'on polg'on yo'q. Anaqa bu safar ham shu telefon qilishmasdi. Rostdan ham qattiq ezishdi. 3 kishi telefon qildi. Ha. Bitta xotin, ikkita erkak kishi yomon so'kdi. Sizlar aldayapsizlar, prank qilyapsizlar dedi. Hazil yo'q akalar. Realni bo'lyapti. Realni bo'lyapti. Xudodan qo'rqamiz birovni aldagani. Aytib o'taman, 3 ta oila boqamiz, shuni orqasidan non tepamiz. Yolg'on gapirib yoki Arashanida Qirg'izistonniki unaqa emas. Qirg'izistonniki, O'zbekistonniki. Bular O'zbekiston hisor qo'ylari prosta qo'ziligida kelgan. Men O'zbekistondan olganman bularni. Ana shunday. Shu. Gap yo'q. Qadrli obunachilarimiz, telefon qilaverasizlar endi. Keyingi partiyamizga biz sekin navbatda bersak ham bo'laveradi akalar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar mana sizlarga tavsiya qilinadigan keyingi partiyamizga to'g'li sog'liqlar bular. To'g'ri sog'liqlar. Gap yo'q. Bittasini aka haligi pardozi qilinmay qolib ketib qoldi. Qilib beraman xudo xolasa. Boboda qilib ber desa qilib Buni beraman. ham chiroyli qilib mana bu sheriklarga o'xshatib qo'yish kerak. Ha, to'g'risi yetkazolmadim. Ha. Endi syomkadan keyin yetkazib qo'yasiz. Ha, yetkazib qo'yamiz aka, xudo xolasa. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa qadrli obunachilarimiz, telefon qilaverasizlar. To'g'ri sog'liqlarda akalar mana sizlarga tayyor variantlar. Buni olib borib qo'y qo'shadigan davrgacha boqsalar mazza berishadi. Yoshidan. Xudo xolasa haligi qo'chqor qo'shilmagan, tayyor narsa, qo'zi. Rasa o'zi 6,5-6 oylik atrofidagi. Joningiz omon. Xudo xolasa o'sha rozani o'tkazishadi-yu, Ha. qo'chqorni qo'shishadi. Gap. Ertangi qo'y qilib tug'ib beradi xudo xolasa. Inshaalloh. Erta qo'zi bo'ladi. Inshaalloh xudo xolasa baraka topishadi aka. Uchtani qayerga yetkazib beramiz? Toshkent. Hammasi xudo xolasa Toshkentgacha bepul yetkazib beriladi. Gap. Aytiladigan narxlarda. Ana shu. Puli ham qulay bo'ladi. Unaqa haligi rasa choshdan aytishsa. Juda charchagan haqiqatdan. Voy voy voy. O'tkiz kelib ketyapti aqa-baqa. Ashaq o'tkiz olaylik, ashaq o'tkiz olaylik. kelyapti, xudo xolasa. Buni uka endi yetkazib berish xizmatlari Toshkentgacha dedik. Uka, bo'ylari qanaqa ekan bularniki? 70 plyusga beraylikmi? O'lchab beraylik, 70 plyus minusga olishsin. 70 plyus minusga. Minusi yo'q lekin garantiya 70 plyusga olishaversin, o'lchab beraman. Ha, o'lchamaganman, to'g'risi. Telefon qilishadi, akalarimiz chiroyli qilib o'lchab, ko'rsatib namoyish qilib berasiz uka. Bularni uka endi narx-navosini qancha qo'yamiz? Hop. Ozodbek aka, Hop. yengil, kam-kam xo'ra hamisha xo'raydi. Chiroyli qilib aytaman. O'zi shomon bo'lyapti. Bitta narx 3,5 million so'mdan berishadi ketaveradi aka. Joningiz. Ammo so'ramaysiz sizdan. 3,5 million so'mdan. Bitta narsadan so'rayman uka, xayri sunnati bo'ladimi? Bo'ladi aka, hamma partiyadan telefon qilgan odamni ozginadan xayrini qilib beraman. Bu xayri kami bor degani emas. Ana. O'zim ofisimdan bir nima o'tib beraman. O'zingiz ko'ngilga yoqtirib o'tib berasiz. Ha, boboda aka bitta narsa aytilgan narxlardan uyimga kelishsa, aytuvding shunaqadan berasanmi deyishmaydi. Aytuvding yo'lkasini o'tib berasanmi deyishadi. Garantiya, yo'lkasini o'tib beraman. Konkretni. Bitta qo'y so'mga to'g'risini aytaman, 50 ming so'mdan yo'lkira qo'yaman men. Vodiydan bo'lsa, Toshkentdan bo'lsa 100 ming so'mdan yo'lkira qo'yaman. Gap, uyimga kelib, mashinam bor, o'zimnikida ketaveraman desa, Vodiydan bo'lsa 50 ming so'mdan, Toshkentdan bo'lsa 100 ming so'mdan o'tib beraman. O'tib berasiz. Xudo xolasa chiroyli qilib o'tkazib beraman. Gap yo'q. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar telefon qiling, aloqaga chiqing, ishni bitiring. Demak, biz endi navbatda so'nggi partiyamizga bersak ham bo'laveradi akalar. Ekrandagi nomerlarga telefon qiling, yana ham to'la ma'lumotlarni o'zlaridan olaverasizlar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar mana odat tikanda qilmagan holatda biz so'nggi partiyamizga bonusli hamda sezonniy qo'ylardan barra sezon. Barra sezon. Sekin-sekin olib kelyapmiz aka. Dangar bitta qilib olib kelib sekin. Xudo xolasa xalqimizni manzur qilaveramiz. Bularni yomonlari kelibdi, Mustafa. Xudo xolasa sutga to'yib bajarganlar. Gap yo'q. Bitta yaxshi narsa aytaymi? Sirta bu. Ona ikkala turibdi mana shekli va egizak. Ikkala qasha, bitta qora, bitta qizil. Qizili egizak. Ikkalasi ham sovuq. Qo'chqor sovuq. Qarang, qulog'igacha quloq aligisi bir xil. Ha. Qashqalig'i. Mashalloh. Bundayda qo'yda bitta narsa ko'p qiziqishadigan qashqasiga. Qashqa. Chiroyli bo'ladi rostdan. Yo'q, haqiqatan Ikkovi ham qashqa mana. Joningiz omon bo'lsin. Mana akalar, sizlarga akalar barrani qashqa variantlaridan zo'ridan olib boqaman degan ko'klarimizga tavsiya qilib qolamiz. Yoshovligi qanaqa? Bular rassovsi ikkovlik aka. Ikkovlik. Yangali. U haligida sutga to'yib, onalari, ota-onalari zo'r ekan. Ha. Chunki sutga yaxshi to'yibdi. Sutga to'y yaxshi to'ygan. Xudo xolasa rasa o'sishga kelgan. Mashalloh. Endi tezroq onasini ajratsa, ozgina yem berib yuborsa, qo'shib sotishadi. Haligi bu qo'chqor qo'shishadi. Gap yo'q. Narxini nechga qo'yamiz bularni uka? Xo'p, qorasi qo'chqor, ikkita qizili sovuq. Hop. Qo'ylar vazn qochyapti. Kelishdi mana. Ha, kelishdi. Xo'p, aka Ozodbekka bitta narx aytaman, 3,200 ming so'mdan ketaveradi. Joningiz omon bo'lsin. 3,200 ming so'mdan. Xo'p. Nimaga qimmat? Ha. To'g'ri, qimmat. Lekin puliga arziydi. O'zim ham aytaveraman. Masalan, shunaqa qo'ylarni 2,700, 2,800, 3 millionga sotayotgandik.
Xo'p, birinchidan sutga to'y bajaragan, ikkinchidan qoni toza aka bu qo'ylar. Zot. Xudo xolasi zotdor qo'ylar. Qulog'i gapiryapti mana. Ha, qulog'i uzunligini qarang, bular sarkamda uchuq yetadi. Mana shunday. Bunday qilamiz 3200 ming so'mdan 9600 ming so'm, 9,5 million so'm berishadi. Telefon qilgan odamga xayriga bitta narsa o'taman yana aka. Joningiz omon. Yana o'tib berasiz. Xo'p, vodiy bo'ylab Toshkentgacha bu ham boradi. Gap yo'q. Kichkina bo'lsa ham, kam-kam xo'ra hamisha xo'ra. Maqsad sotish. Xo'p, ozgina foyda qilsa yetadi. Telefon qilgan odamni ishini bitirib beraman. Xudo xolasa shoshilishsin telefon qilgan aka. Bo'lmasam shu. Bo'lmasa shoshilmasalar, akalar qochib ketyapti mana. Aloqaga chiqing, ishni bitiring, ketdi mana. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi syomkalarda ko'rishamiz aka. Bitta like bosib qo'yishadi.